Salom do'stlar. Mana yangi birlashuvni. Bunda biz yurib pul ishlaymiz do'stlar. Umuman sarmoyasiz. Buni qanday qilib ishlaymiz desanglar hozir ko'rsataman. 500 bo'lgandan keyin mana bu bo'lim ochiladi. 500 qadamdan keyin mana ko'payyapti. 470 bo'ldi. Bir kunda 10.000 qadam yurishlari mumkin do'stlar. 10.000 qadam. Hozir claim ochiladi 500 bo'lgandan keyin. Yana 8 qadam qoldi. Ozroq sabr qilamiz do'stlar. Mana 500 qadam bo'ldi. Claimni bosib olasizlar. Mana. Hozir men balansimda 0.74 sent bor. Minimal yechish $2 menimcha. Mana minimal yechish $2. Litecoin qilib yechib olsanglar bo'ladi. Bitcoin'da $5 ekan, Ethereum'da $3 ekan minimal yechish. Litecoin sifatida yechib olsanglar bo'ladi, har $2 bo'lgan paytda. Undan tashqari referral chaqirib ham ishlasanglar bo'ladi komanda bilan birgalikda. Mana menda hozir 6 ta komanda mavjud do'stlar. Keyin kunlik vazifasi bor. Har bir kirganlaringizga, har kuniga kirganlaringizga mana birinchi kuni 40 coin, ikkinchi kuni 60 coin va oxirgi 7-chi kuni 200 coin beradi do'stlar. Yana o'yinlar skachat qilib ham pullaringizni ko'paytirsanglar bo'ladi. O'yinlarni qayerdan olamiz desanglar, keyin mana bu yerda reverse bo'limi mavjud. Bu yerda video ko'rasizlar. Men buni o'sha bajarib qo'yganman. Mana premium offerga kirsanglar, sizlarga har xil o'yinlar chiqadi. Yana men 3 ta birlashuvni skachat qilib olganman hozirda. Bu bo'limga o'tsanglar mana har xil coinlar 240.000 coin ishlasanglar bo'ladi bitta o'yindan. Yana qaysi juda ko'p o'yinlari bor. Skachat qilasizlar, keyin coinlarni ishlaysizlar do'stlar. Bitta birlashuvda 240.000 coin ishlasanglar bo'ladi. Bu degani 240.000 coin degani 2000 coinni $2 bo'lsa, uni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, $120 ishlasanglar bo'ladi bitta o'yinni o'zidan. Videomiz shundan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Videodagi birlashuvlarni video описаниеga va kommentariyaga qo'yib qo'yaman do'stlar. Like va podpiska bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.